Hammaga salom do'stlar. Bugun siz Hakim va Habib shou-dasizlar va biz bugun sizlar bilan kulgili challenge uyushtiramiz. Biz bilan birga bo'lishga tayyormisizlar? Qani bo'lmasam, ketdi. Endi esa ishtirokchilarni tanishtirib o'tsak. Birinchi ishtirokchimiz Habib. Men Habib Muhammad Humarni qondan tashiyman. Okay. Endigi ishtirokchimiz Abduhakim. Men yutaman. I believe I can fly. Davay unda shartlarga o'tamiz. Bo'lmasa shartlar bilan tanishib o'tamiz. Birinchi shartimiz belgilangan vaqt ichida kim tezroq rangli sharlarni yorib bo'lish. Ikkinchi shartimiz esa rangli tuxumlarni kim tezroq yorish. Lekin shuni unutmash kerakki, bu yerda qaynatilgan va xom tuxumlar bor. Qani ketdi. A few moments later. Bizda keskin burilish. Bizning sharklarimiz uchib ketdi-yu. Qolgan sharlarimiz ham uchib ketmasdan shartimizni boshlay qolaylik. Men birinchi shartlarni bajaraman. Men birinchi shartlarni bajaraman. Men birinchi shartlarni bajaraman. Men. To'xtanglar, qani? Biz yaxshisi Donnoziki orqali kim birinchi bo'lishini aniqlab olamiz. Qani ketdik. Donnoziki o'ynashga tayyormisizlar? Ha! Qani unda ketdik. Donnoziki. Qarasan, odam menga yaqinroq tursang qancha yaxshi shu. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Biz bo'lmasa vaqtni aniqlab olamiz va birinchi shartga o'tamiz. Ketdik. Buni qarab o'raman ekan. Demak, shart bajarishga tayyormisan? Ha. Boshla. Qani? 1, 2, 3, vaqt ketdi. Davay. Shartlar qiyinmi? Ha. Davay, bo'la qol. Davay. A few moments later. 2,000 years later. One eternity later. Ozgina qoldi, davay. Bir soat 39 minut deganda ham ikkita sharimiz yorildi. Qani, davay ketdik, bo'la qoling. Sen men yordam berishga mumkin emas. Qani, tez. Bir soat 1 minut 54 sekund. Davay, bo'la qoling. Yuguri. Va bizda 2 minut 13 sekund sharlarimiz tugadi. Taassurotlaringiz qanaqa sizda? Hozir ko'rdingiz-ku, nima bo'lyapti endi? Qo'rqyapman. Qo'rqyapsizmi? Tayyorsiz-a? Boshlaymizmi? Ha. Keling. Birinchi sharimizni sizga taqdim etamiz. Marhamat. 1, 2, 3. Ketdik. Davay, bo'la qoling. Boya sheringizni ko'rdingiz-ku, qanaqa analarni. Bo'ling. Ketdik. Birinchi yordamlashavermi? 18 sekundda ikkinchimiz. Ket. Bo'ling. Bo'la qoling. Davay. Oxirgi sharimiz. Va stop, bizda 39 sekund. Albatta. Men uchun sal osona bo'ldi. Men uchun. Давай.
Demak, biz shuncha harakatimiz evaziga siz obuna va like boshqa olaylik. Popi Biz bilan birga bo'lishni xohlasangiz va yangi challengelarimizni ko'rishni xohlasangiz, like bilan obuna bosib qo'ying. Sizlar ikkinchi shart. Ikkinchi shartimiz esa qaynatilgan va xom tuxumlar bor. Bu yo'lda ishtirokchilar bilmagan edi va biz bularga surpriz sifatida aytib o'tamiz. Bu xom va qaynatilgan tuxumlarni sizlar qo'linglar bilan kim tezroq yorish kerak. Tushunarlimi? Xo'p. Demak, 1 2 3 kanalga. Ket. Yo'q, harakat qiling, davay. Salma bundaroq turing. Ikkinchi. Ket, bolajonlar. Salmaroq turing. Zo'r, ikkinchi tuxum yo'q, uchinchi tuxum qoldi. Молодец, bo'ldi. Sekin qo'yamiz. Siz qarang hozir xolib. Sekin. Bo'la qoling. Da. 2,000 years later. Yes, xalimlar bo'laysiz. Yo'q. Brat. Oh. Bo'la qolsangizchi. Qani. Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. 2000 later bo'lib qolibmi? Ma'lumot zo'r. Ko'rib turganinglarda ikkinchi shart tugadi. Shuncha mehnatimiz evaziga sizdan like kutib qolamiz. Va obuna ham. Like bosib obuna bo'lib qo'ying. A few moments later. Qaysi bir oyoq? Bunisi. Yuraman metr. Okay. Yugurish shunaqa bo'ladi-da. Keyingi videomizda qanday challengelar qilishimizni xohlasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Demak, bizda shartlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Va hisob 1-1. Do'stlik g'alaba qozondi va bunga sabab esa ikkinchi shartimizda Habib qiromchilik qilganligi sababli, ya'ni tuxumlarni qo'lida emas, aksincha stol ustida yorganligi sababli ikkinchi shartimiz g'olibi Abduhakim deb topildi va do'stlik g'alaba qozondi. Demak, keyingi videolarimizda ko'rishguncha